Bugun biz islom sivilizatsiyasi markaziga oddiy muzey sifatida emas, balki xalqimiz tafakkuri, tarixiy xotirasi va kelajak qarashlarini mujassam qilgan ilmiy madaniy makon sifatida nazar tashlaymiz. Markaz obyektivida muzey ekspozitsiyalarining ahamiyati, ularning jamiyat ongini shakllantirishdagi o'rni haqida tahliliy fikrlar. Muzey bu jim turgan tarix emas, bu avlodlar o'rtasidagi muloqot. Islom sivilizatsiyasi markazidagi ekspozitsiyalar esa aynan shu muloqotni shakllantirishga xizmat qiladi. Markaz ekspozitsiyasi islomdan avvalgi davrdan boshlanishi bejiz emas. Bu bo'lim tomoshabinlarga muhim bir haqiqatni ko'rsatadi. Markaziy Osiyo qadimdan o'ziga xos madaniyat va sivilizatsiya makoni bo'lgan. Bu davrda mintaqamizda nafis san'at, haykaltaroshlik, zargarlik, kulolchilik, me'morchilikning yuksak namunalari yaratilgan. Hunarmandchilik buyumlaridagi nafislik, bezaklardagi ramziy ma'no bu jamiyatda estetik tafakkur va ijodiy qarashlar shakllanganidan dalolat beradi. Bu bo'lim tomoshabinlarga shuni anglatadiki, islom sivilizatsiyasi bu hududda tayyor madaniy va intellektual zamin ustida shakllangan. Birinchi Renessans bo'limida islom dini, ilm fani birgalikda rivojlangan davr aks ettiriladi. Bu yerda e'tiqod va tafakkur qarama-qarshi qo'yilmaydi, balki ular uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Buyuk muhaddislar Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiylar tomonidan yaratilgan ilmiy diniy meros islom tafakkurining mustahkam poydevorini belgilab berdi. Ayni paytda Beruniy, Xorazmiy, Ibn Sino, Ahmad Farg'oniy kabi daholar matematika, tibbiyot, astronomiya, geografiya sohalarida insoniyat taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdilar. Masalan, Xorazmiyning algoritmlari, Ibn Sinoning tib qonunlari, Beruniyning ilmiy metodlari bugungi zamonaviy fan asosiga ega. Bu ekspozitsiya birinchi Renessansning mohiyatini ochib beradi. Ilm, e'tiqod bilan uyg'unlashganda buyuk kashfiyotlar yuzaga keladi. Ikkinchi Renessans avvalo Temuriylar davri bilan bog'liq. Bu davrda Amir Temur shaxsiyati nafaqat buyuk sarkarda, balki ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida namoyon bo'ladi. Ulug'bek rasadxonasi ilmiy davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanganini ko'rsatadi. Alisher Navoiy adabiy tafakkurning yuksak cho'qqisini belgilaydi. Mirzo Bobur va Boburiylar davlati esa Markaziy Osiyo tafakkurining global maydonga chiqishiga xizmat qildi. Temuriy malikalar, ilm va san'at homiysi bo'lgan ayollar, shuningdek, keyingi xonliklar davrida madaniyat va hunarmandchilik an'analari davom etadi. Bu bo'lim Renessansni shaxslar emas, davlat va jamiyat miqyosidagi uyg'onish sifatida ko'rsatadi. Ekspozitsiyaning yakuniy bo'limi tomoshabinni bugungi kun bilan yuzlashtiradi. Muhtaram yurtboshimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yangi Renessans g'oyasining amaliy ifodasidir. Tashqi iqtisodiy aloqalarning kengayishi, sport, ta'lim, madaniyat sohalarining rivoji, mudofaa salohiyatining mustahkamlanishi, mahalla institutining jamiyat tayanchiga aylanishi. Bularning barchasi zamonaviy O'zbekiston taraqqiyotining muhim omilidir. Bu bo'lim Renessans bugun tarix emas, davlat siyosati va jamiyat ongida davom etayotgan jarayon ekanini ko'rsatadi. Markazning muqaddas va ramziy bo'limlaridan biri Qur'oni Karim zalidir. Bu yerda islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimning 7-asrda xalifa Usmon ibn Affon tomonidan ko'chirilgan noyob nusxasi saqlanadi. Zal atrofida Qur'oni Karimning 114 ta surasiga bag'ishlangan mushaflar joylashtirilgan. Bu islom tafakkurining yaxlitligi va mukammalligini ifodalaydi. Bu zal markazning ma'naviy yuragi bo'lib, butun ekspozitsiyaga ma'no va ruh bag'ishlaydi. Qadrli kuzatuvchilar, shuni alohida ta'kidlash lozimki, joriy yil boshidan buyon islom sivilizatsiyasi markaziga dunyoning turli mamlakatlaridan ko'plab nufuzli delegatsiyalar tashrif buyurdi. Well, I can't choose one part and leave the another. Everything is so nice. Bu markazda biror bir jihatni alohida ajratib ko'rsatish qiyin. Hammasi nihoyatda go'zal va puxta o'ylangan. Miloddan avvalgi 3000 yillik tarixdan boshlab bugungi yangi O'zbekistongacha bo'lgan davr izchil va mantiqiy tarzda yoritilgan. Bu esa mamlakatda vaqt o'tishi bilan qanday ulkan o'zgarishlar yuz berganini aniq va ravshan ko'rsatib beradi. Sizlarga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Islom sivilizatsiyasi markazi haqidagi ilk taassurotlarim juda a'lo. Rostini aytsam, barcha ma'lumotlar shu qadar sodda, tushunarli va ta'sirli tarzda taqdim etilishini kutmagan edim. Bu menga juda katta taassurot qoldirdi. Qilingan barcha mehnatlar uchun chuqur minnatdorlik bildiraman. Thank you so much to Mr. President, my friend, that allowed me to visit
Eng avvalo ushbu islom sivilizatsiyasi markaziga oldindan tashrif buyurish imkonini bergani uchun janob prezidentga samimiy minnatdorlik bildiraman. Bu markaz haqiqatan ham ajoyib va beqiyos loyiha. Men sentyabr oyida kelgan edim va bugun muqaddas kitob yonida turish sharafiga ham ega bo'ldim. Oxirgi 3 oy ichida AQSh va O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi munosabatlar juda yuqori sur'atda rivojlanmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazi menda juda kuchli taassurot qoldirdi. Bu yerda O'zbekistonning boy tarixi, ilm-fan, tibbiyot va madaniyatga qo'shgan ulkan hissasi yaqqol namoyon etilgan. Muzey o'tmish va bugunni uzviy bog'lab, qadimiy sivilizatsiyadan zamonaviy va dadil rivojlanayotgan davlat sari olib borilayotgan yo'lni aniq ko'rsatadi. Ayniqsa Buyuk Ipak yo'li mavzusi va ajdodlar hayot tarzi aks etgan bo'limlar alohida qiziqish uyg'otdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan bunday yirik loyiha xalqaro miqyosda ham juda yuqori bahoga loyiq. Well, it's absolutely fantastic. I'm really impressed with the vision. Rostini aytsam, bu maskanning naqadar yuksak saviyada tashkil etilganidan chin dildan hayratlandim. Bu prezident janob oliylarning ulkan tashabbusi. Mamlakat va xalq uchun bebaho sovg'a. Sayyohlar uchun esa nihoyatda jozibali va qiziqarli maskan bo'ladi. Ishonchim komilki, bu yerga kelajakda millionlab sayyohlar tashrif buyurishni istaydi. Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilishidan avval uni ko'rish imkoniga ega bo'lganimdan chuqur faxrlanaman. Ushbu markazni barpo etish yo'lida tinimsiz mehnat qilgan barcha mutaxassislarni, quruvchilarni, muhandislarni va albatta bunday yuksak g'oyani ilgari surgan prezidentingizni samimiy tabriklayman. Til ojiz hammasini bir e'tirof etishga juda ham hashamatli obyekt bo'libdi. Kecha mana hurmatli prezidentimiz albatta borish kerak deganlardan keyin mana hamma elchilarni bu joyni ko'rishi menimcha juda ham foydali. Lol qoldim. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi bilan yaqindan tanishdik. Albatta bu binoni yaratilish tarixi bilan biz ma'lum ma'noda tanish edik, lekin ko'p manbalarda biz uni faqat tashqi tomonidangina ko'rgan edik. Tashqi tomonidan ko'rib turib, uni qanday mahobatli ekanligini ko'rib hayron qolar edik. Mana bugun ichidan ko'rib turib, bu mamlakatimizni qanday boy tarixga, boy madaniyatga ega ekanligini ko'rsatadigan, to'laligicha namoyon etadigan juda bir ajoyib majmua bo'libdi. Haqiqatda bu majmuaga kirgan odam o'zbek xalqining naqadar chuqur ildizlarga ega ekanligini, uni boy madaniyatini, tarixini o'sha tosh asridan boshlab toki yangi O'zbekiston davriga qadar bo'lgan rivojlanish davrlarini to'la o'zidan o'tkazib his qiladi. Juda ham hayratga qoldiradigan markaz ekan bu. Serbiyaning prezidenti bu yoqqa kelgandan keyin buni ko'rib, o'zini madaniyat vaziriga topshirib berdi. 5-6 ta ekspertni yuborib, buni O'zbekiston qanaqa qurganini o'rganish. Menimcha faqat Serbiya emas, boshqa davlatlar ham hammasi qiziqish bildiradi, chunki bunaqa markaz faqat O'zbekistonda bor. Bu juda ham quvonchli bizlarga. Shunaqa markaz bor. O'zbekistonda shu tariximizni, bizni urf-odatlarimizni ko'rsatadigan chet ellik va o'zimizni aholimiz uchun bu mukammal bir markaz. Xorijiy mehmonlar markaz ekspozitsiyalarining ilmiy yondashuvi, tarixiy uzviylikka asoslangan konsepsiyasi hamda islom sivilizatsiyasini xolis va chuqur talqin etish uslubini yuqori baholashmoqda. Ularning fikr mulohazalarida bitta jihat yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu markaz nafaqat milliy merosni namoyish etadi, balki inson sivilizatsiyasini jahon makoniga to'g'ri, asosli va zamonaviy tarzda taqdim etmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazi bu tarix va kelajakni bog'lab turuvchi ilmiy va madaniy makondir. Bugun markaz obyektivida biz ana shu uzviy jarayonga yana bir bor nazar tashladik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.